Head-up display, bank olufsun akustikalari, pamyat sideni, elektroprivet sideni, ventilyatsiya sideni, massaj sideni, panorama, tom va hokazolar mavjud. Eslab qoldingizmi? Menimcha siz bunaqa pikap ko'rmagansiz. S-klassi atmosferasini taqdim qiladigan F150 pikapi. Face ID datchiki faqat Xitoy mashinalarida emas, Ford pikaplarida ham bor. Orqa o'rindiqning misoli bir xonali kvartiraga o'xshaydi. Ma'lumotga qaraganda shu go'dasiga bor yo'g'i Gentra'dan kamroq asot qilar ekan. Ford F150 Platinum S-klassning pikapdagi ko'rinishi. Yuradigan omborxonamizning hajmi esa 1,5 litr atrofida bo'ladi. Muhtasham va hashamatli R22 diskalarda. Omborxonamizning darvozasi esa elektroprivetda ochilib yopiladi. Gibridning usunuvga o'rnatilganligi uchun rastamushkasi ham arzon va o'zi chaqqon bo'ladigan 5,6 sekundda 100 ga chiqadigan 3.5 twin turbo elektr dvigateli bilan va образный 6 silindr umumiy ot kuchi 430 va 773 Nm bo'ladi. S-klassi hissiyotini beradigan bu pikapimizni bor yo'g'i $60,000 ga beraveramiz.